o'zini musulmonman degan odam hozirgi kunda hammasi ham chindan musulmonmi? O'zini mo'min deb sanaganlarning hammasi chin mo'minmi? Men falon narsani qilaman degan har bitta musulmon aytganini qilyaptimi? Biz haqiqiy mo'min musulmon bo'la olmayapmiz-da. Bilganimizga amal qila olmayapmiz-da. Shuning uchun Alloh taolaning va'dasi biz ustimizda haq bo'lmayotgandir. Biz oyatlarni o'qib turib shunga o'xshagan shubhaga kelib qolmasligimiz uchun bu oyatni nozik ma'nolarini tushunishimiz kerak. Anglash kerak, idrok qilishlik kerak. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, biladiganlardan, ilm ahlidan so'ranglar. Shuning uchun so'rang birodar. Qur'on oyatlarini haqligiga ishonish bu aqida masalasi. Aqida masalasida shubhaga kirib bo'lmaydi. Bu ummatning avvalini nima isloh qilgan edi? Ummatning keyinini, hozirini va kelajagini ham xuddi shu narsa isloh qiladi.